Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Ayrim pensionerlar qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik bu haqda bilmagani uchun ariza bermaydi. Hujjat topshirmaydi va natijada o'ziga tegishli puldan bexabar qoladi. Bu ma'lumot sizga ota-onangizga, bobongizga yoki qo'shningizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ba'zan bir necha oy, hatto bir necha yil davomida yo'qotilgan pulni qaytarib olishga yordam beradi. Men bugun gapiradigan mavzu oddiy. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar kimlarga beriladi? Nima uchun hamma ham bu pulni olmaydi? Qaysi holatlarda pensiya o'zi borib murojaat qilishi kerak? Qanday hujjatlar talab qilinadi? Va eng asosiysi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Avval shuni aniq tushunib olaylik. Pensiya faqat bitta qat'iy miqdordan iborat bo'lib qolmaydi. Ba'zi holatlarda asosiy pensiyaga ustama kompensatsiya, qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash orqali qo'shimcha summa qo'shilishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha pensiyani tayinlash paytida berilgan miqdor umr bo'yi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa sharoit o'zgarsa, qonunchilik o'zgarsa, mehnat staji aniqlansa, nogironlik holati bo'lsa, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lsa yoki ayrim imtiyozli toifaga kirsa, pensioner qo'shimcha to'lovga da'vo qilishi mumkin. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar bilan yuritilgan. Inson mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomalarini, ish haqi haqidagi hujjatlarni olib borar edi. Pensiya jamg'armasi xodimi hujjatlarni ko'rib chiqib, pensiyani hisoblar edi. Agar hujjat yetishmasa, o'sha davrdagi ish staji yoki ish haqi hisobga olinmasligi mumkin edi. Ko'p odamlar mayli, nima bo'lsa bo'ldi deb yurib ketgan. Lekin keyinroq arxivdan hujjat topilganida yoki elektron bazada yangi ma'lumot chiqqanida pensiyani qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lgan. Hozir esa elektron tizimlar ko'paydi. Idoralararo ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Lekin bu hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Juda ko'p holatda pensionerning o'zi ariza bilan murojaat qilmasa, qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda berilmaydi. Mana shu joyda odamlar adashadi. Agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari qo'shib berishadi deb o'ylashadi. Amaliyotda esa har doim ham bunday emas. Ba'zan huquq bor, lekin hujjat yo'q. Ba'zan hujjat bor, lekin tizimda ko'rinmaydi. Ba'zan pensioner imtiyozli toifaga kiradi. Lekin buni tasdiqlovchi ma'lumot pensiya hisobida aks etmagan bo'ladi. Men buni yashirish deb emas, avvalo ma'lumot yetishmasligi va fuqarolarning o'z huquqlarini yaxshi bilmasligi deb tushuntiraman. Lekin natija baribir pensioner uchun og'ir. Odam o'ziga tegishli qo'shimcha pulni olmaydi. Bir oyda 1000 so'm, 200 so'm yoki 400 so'm kam ko'rinsa, kimdir buni mayda summa deb o'ylashi mumkin. Ammo bir yilga hisoblasak, bu 1.200.000, 2.400.000 yoki 1.800.000 so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki nabirasiga yordam degani. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiyaga qo'shimcha to'lovlar turli sabablar bilan paydo bo'lishi mumkin. Men eng ko'p uchraydigan holatlarni oddiy tilda tushuntiraman. Birinchi holat. Mehnat staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir opa 1992 yildan 1997 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 1992 yildan 2000 yilgacha boshqa tashkilotda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning faqat mehnat daftarchasida aniq ko'ringan davri hisoblangan, lekin zavod yopilib ketgani uchun ayrim yillar tasdiqlanmay qolgan. Opa pensiya tayinlangandan keyin arxivga so'rov berib, 7 yillik ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topdi. Ana shunda u pensiyani qayta hisoblatishga haqli bo'lishi mumkin. Agar shu 7 yil qo'shilsa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Bu o'sish har bir odamda har xil bo'ladi. Lekin misol uchun oyga 1.000 so'm qo'shimcha chiqsa, bir yilda 2.060.000 so'm degani. Ikkinchi holat, ish haqi haqidagi ma'lumotlar to'liq olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida ish staji bilan birga ayrim davrlardagi ish haqi ham muhim rol o'ynaydi. Tasavvur qiling, bir erkak kishi 1990 yillarda yuqori maosh olgan, lekin pensiya tayinlashda bu maoshni tasdiqlovchi hujjat topilmagan. Natijada pensiya pastroq hisoblangan. Keyin u sobiq tashkilotning hujjatlari arxivda saqlanayotganini bilib, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma oldi. Shunday holatda qayta hisoblash so'raladi.
Ba'zan aynan ish haqi hujjati pensiyani sezilarli oshiradi. Uchinchi holat qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lgan pensionerlar. Ayrim vaziyatlarda pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan bola, nogironligi bo'lgan oila a'zosi yoki mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lsa, qo'shimcha to'lov masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda ham hamma uchun bir xil qoida yo'q. Hujjatlar va holat alohida tekshiriladi. Masalan, 6-7 yoshli pensioner ayol nabirasini rasmiy ravishda qaramog'iga olgan bo'lsa yoki nogironligi bo'lgan turmush o'rtog'iga qarayotgan bo'lsa, u albatta pensiya jamg'armasiga borib, qaysi qo'shimcha to'lovlar unga tegishli bo'lishi mumkinligini yozma ravishda so'rashi kerak. Og'zaki so'rash yetarli emas, chunki og'zaki javob ertaga isbot bo'lmaydi. 4-holat nogironlik guruhi, urush qatnashchilari, front orti mehnatkashlari, alohida xizmatlari bor shaxslar, ayrim mukofot va unvon egalari. Bunday toifalarda qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin odam ko'pincha o'zining guvohnomasini eski sandiqda saqlab qo'yadi. Pensiya ishiga esa nusxasi kiritilmagan bo'ladi. Masalan, bir boboda mehnat faxrisi yoki alohida unvon guvohnomasi bor. Lekin pensiya hisobida bu aks etmagan. U men buni 20 yil oldin olganman, hamma biladi deb o'ylaydi. Yo'q, idora faqat hujjat asosida ishlaydi. Hujjat taqdim qilinmasa, tizim buni ko'rmasligi mumkin. 5-holat. Pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlashda davom etganlar. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlaydi. Ayrim holatlarda keyingi ishlagan davrlar. Sug'urta badallari yoki rasmiy ish staji pensiyani qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. Bu ham avtomatik har doim amalga oshadi deb o'ylamang. Agar siz pensiyada bo'la turib rasmiy ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrlar pensiya hisobida aks etgan etmaganini tekshirtiring. 6-holat o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya va nogironlik pensiyasi o'rtasidagi tanlov. Ba'zan inson bir nechta asos bo'yicha pensiya yoki to'lov olish huquqiga yaqin bo'ladi. Lekin qaysi biri foydaliroq ekanini tushunmaydi. Masalan, ayol o'zi yoshga doir pensiya oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim huquqlar paydo bo'lishi mumkin. Har doim ham ikki pensiya bir vaqtda to'lanmaydi. Lekin qaysi variant foydaliroq ekanini hisoblatib ko'rish kerak. Ba'zan odam eski pensiyada qoladi. Holbuki boshqa asos bo'yicha ko'proq olishi mumkin bo'ladi. Birinchi misol. 13 yoshli Abdulla aka oyiga 20 million 2 ming so'm pensiya oladi. U 1979 yildan 1996 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan, lekin pensiya tayinlash paytida bu tashkilot bo'yicha hujjatlar topilmagan. Abdulla aka tasodifan eski hamkasbidan hujjatlar tuman arxiviga topshirilganini eshitdi. Arxivdan ma'lumotnoma oldi. Pensiya jamg'armasiga ariza berdi. Qayta hisoblashdan keyin pensiyasi oyiga 1 million 730 ming so'm bo'ldi. Farq 5 ming so'm. Bu juda katta boylik emasdek ko'rinadi. Lekin 13 oyda 2 million 160 ming so'm. Agar u 3 yil oldin murojaat qilganida ancha katta summani vaqtida olgan bo'lardi. Ikkinchi misol. 7 yoshli Malika opa yolg'iz yashaydi. Qaramog'ida nogironligi bo'lgan katta yoshli farzandi bor. U faqat o'z pensiyasini olib kelgan, qo'shimcha yordam yoki ustama bor yo'qligini so'ramagan. Mahalladagi ijtimoiy xodim unga hujjatlarini tekshirtirishni maslahat berdi. Ma'lum bo'lishicha, u ayrim to'lovlar bo'yicha murojaat qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin ekan. Bu yerda eng muhim dars shuki, agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, qaramog'ingizda kimdir bo'lsa, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq holat bo'lsa, buni pensiya organiga albatta rasman bildirish kerak. 3-misol. 65 yoshli Sayyora opa pensiyaga chiqqandan keyin maktabda yana 6 yil ishlagan. U pensiyasi shu davr hisobidan avtomatik oshgan deb yurgan. Keyin qizi Maybankagov Uz orqali va pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotlarni tekshirganida ayrim davrlar to'liq aks etmaganini ko'rdi. Ariza berildi, ish beruvchidan ma'lumot olindi, qayta ko'rib chiqish boshlandi. Bu misolda ham asosiy xulosa bitta. Rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlar hisobga kirganini tekshirtirmasdan tinch yurmaslik kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Agar siz pensiyangiz juda past deb o'ylasangiz. Lekin ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, agar mehnat daftarchangizda bo'sh joylar, noto'g'ri yozuvlar, muhr yo'qligi, tashkilot nomi o'zgargani kabi muammolar bo'lsa, agar Sovet davridagi yoki 1990 yillardagi ish joylaringiz yopilib ketgan bo'lsa, agar arxiv hujjatlari keyinroq topilgan bo'lsa,
agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, agar nogironlik qaramog'ida shaxs bo'lishi, maxsus unvon yoki guvohnoma bo'lsa, siz albatta pensiya ishini tekshirtirishingiz kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish staji elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozli toifaga kirmasangiz va oilaviy holatingizda qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan o'zgarish bo'lmasa, ehtimol hammasi joyidadir. Lekin baribir yiliga hech bo'lmasa bir marta pensiya hisobingizni tekshirtirish zarar qilmaydi. Bu shifokorga profilaktik ko'rikka borgandek gap. Muammo bo'lmasa ham xotirjam bo'lasiz. Endi eng muhim joyga keldik. Har bir qo'shimcha to'lov ham avtomatik berilmaydi. Har bir eshitgan gap ham sizga tegishli bo'lavermaydi. Har bir ariza ham pensiyani oshirib yubormaydi. Mana shu nozik jihatlarni bilmasangiz, vaqt yo'qotasiz yoki noto'g'ri umidga berilasiz. Birinchi nozik jihat qo'shimcha to'lov uchun asos bo'lishi kerak. Qo'shnimning pensiyasi oshibdi, meniki ham oshsin degan gap bilan ish bitmaydi. Pensiya organi sizdan aniq hujjat so'raydi. Bu mehnat staji ma'lumotnomasi bo'lishi mumkin. Ish haqi haqidagi arxiv hujjati bo'lishi mumkin. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumot bo'lishi mumkin. Qaramog'idagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi mumkin. Sud qarori bo'lishi mumkin. Hujjat bo'lmasa xodim ham sizga pul qo'shib bera olmaydi. Ikkinchi nozik jihat, hamma hujjat ham qabul qilinavermaydi. Masalan, eski bloknotdagi yozuv, hamkasbning og'zaki gapi, surat, shaxsiy esdalik, men o'sha yerda ishlaganman degan bayonot odatda yetarli bo'lmaydi. Rasmiy manba kerak. Arxiv, sobiq ish beruvchi, davlat organi, sud qarori yoki qonunda tan olingan hujjat. Agar mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr tushmagan bo'lsa, bu alohida tekshirilishi mumkin. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, nom o'zgarishini tasdiqlovchi arxiv ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim o'tgan yillarning hammasi uchun pul qaytariladi degani emas. Ko'pchilik men 10 yil kam olibman, endi 10 yillik farqni berishadi deb o'ylaydi. Amaliyotda to'lovlar qaysi kundan boshlab qayta hisoblanishi qonunchilikka, ariza berilgan sanaga, hujjatning qachon taqdim etilganiga va holatning sababiga bog'liq. Shuning uchun eng xavfli narsa vaqtni cho'zish. Bugun huquqingiz bo'lishi mumkinligini bilsangiz, ertaga emas, shu hafta murojaat qiling. Chunki ko'p hollarda ariza sanasi juda muhim bo'ladi. 4-chi nozik jihat. Pensionerning o'zi bormasa ham vakil orqali ish qilish mumkin. Keksalar ko'pincha navbatda turishdan, hujjat yig'ishdan, idoraga borishdan charchaydi. Agar insonning sog'lig'i imkon bermasa, farzandi, nabirasi yoki ishonchli vakili yordam berishi mumkin. Buning uchun ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va zarur arizalar kerak bo'ladi. Lekin men har doim maslahat beraman. Hujjat topshirganda albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam, sana yoki yozma belgi oling. Qoldirib keting. Ko'ramiz degan gap bilan cheklanib qolmang. 5-chi nozik jihat. Telefon orqali berilgan javob yakuniy huquqiy javob bo'lmasligi mumkin. Siz telefon qilib so'radingiz, kimdir sizga tegishli emas dedi. Lekin u sizning barcha hujjatlaringizni ko'rdimi? Mehnat daftarchangizni tekshirdimi? Arxiv ma'lumotlaringizni solishtirdimi? Ko'pincha yo'q. Shuning uchun muhim masalada yozma ariza bering va yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati ancha kuchli bo'ladi. 6-chi nozik jihat. Pensiya oshishi bilan boshqa yordamlar kamayishi mumkinmi degan savol. Ayrim ijtimoiy nafaqalar yoki yordamlar oilaning daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshsa, boshqa turdagi yordamga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Bu har doim ham shunday degan emas, lekin buni oldindan so'rash kerak. Masalan, siz kam ta'minlangan oila sifatida ayrim yordam olayotgan bo'lsangiz, pensiya miqdori o'zgarganda oilaviy daromad qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha to'lovni so'rashdan qo'rqmang. Lekin umumiy ijtimoiy holatingizga ta'sirini ham bilib oling. 7-chi nozik jihat, norasmiy ishlagan davr ko'pincha muammo tug'diradi. Ko'p odamlar men 10 yil ishladim deydi, lekin ish rasmiylashtirilmagan. Mehnat daftarchasiga yozilmagan, soliq yoki sug'urta badallari to'lanmagan. Bunday davrni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir ishlayotgan farzandlaringizga ham ayting. Rasmiy ish, rasmiy shartnoma. Rasmiy badal kelajakdagi pensiya uchun juda muhim. Bugungi norasmiy daromad ertangi pensiyada yo'qolgan yillarga aylanishi mumkin. 8-chi nozik jihat.
hujjatdagi bitta harf xatosi ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova deb yozilgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1978, boshqa joyda 1909 ko'rsatilgan. Ota ismi boshqacha yozilgan. Bunday xatolar oddiy ko'rinsa ham, pensiya hisobida hujjatni bog'lashga xalaqit beradi. Bunday paytda arxivdan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma FXD yo'q hujjati yoki sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tekshirganda faqat stajga emas, ism, familiya, sana, muhr, imzo, tashkilot nomiga ham e'tibor bering. Endi eng kerakli qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, hozir olayotgan pensiyangiz miqdorini, pensiya turi va tayinlangan sanasini aniqlang. Buni bank kartasiga tushgan puldan taxmin qilmang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki mavjud elektron xizmatlar orqali pensiya hisobingiz bo'yicha ma'lumot oling. Sizga pensiya qanday asosda tayinlangan? Yoshga doir, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa asosmi? Qaysi staj hisobga olingan? Qaysi ish haqi davrolingan? Shularni bilmasdan qo'shimcha to'lov haqida aniq gapirish qiyin. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjati bo'lsa, diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, mukofot, unvon, faxriy yorliq, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam bitta hujjatni uyda unutadi, keyin ishi bir oyga cho'ziladi. Uchinchi qadam, mehnat daftarchasini satr-satr tekshiring. Qaysi yillarda ishlagansiz? Qaysi joyda yozuv tushmagan? Qaysi joyda muhr yo'q? Tashkilot nomi to'liq yozilganmi? Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar bormi? Agar bo'sh davrlar bo'lsa, o'sha davrda aslida ishlaganmisiz yoki yo'qmi aniqlang. Ishlagan bo'lsangiz hujjat qayerda bo'lishi mumkinligini toping. Korxona hali bormi? Bo'ris tashkilot bormi? Tuman yoki viloyat arxiviga topshirilganmi? 4-qadam. Arxivga so'rov bering. Arxivga murojaatda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingizni yozing. Agar tashkilotning eski nomi va yangi nomini bilsangiz, ikkalasini ham ko'rsating. Men falon yillarda ishlaganman. Mehnat staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Arxiv javob pensiya qayta hisoblanishda eng muhim hujjatlardan biri bo'lishi mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, qo'shimcha hujjatlar asosida pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar aniq asos bo'lsa, masalan, 1994-1990 yillardagi ish stajimni qo'shish, ish haqi ma'lumotnomasini hisobga olish, qaramog'imdagi shaxs bo'yicha qo'shimcha to'lovni ko'rib chiqish deb aniq yozing. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling, aslini esa ko'rsatib, o'zingizda saqlang. 6-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlang. Sizda ariza raqami qabul qilingan sana mas'ul xodim yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilgan edim deganingizda isbot kerak bo'ladi. Agar my.gov.uz orqali murojaat qilsangiz, elektron raqam saqlanadi. Agar idoraga borib topshirsangiz, nusxangizga qabul belgisi qo'ydiring. 7-qadam, javobni kuting, lekin jim turib yo'qolib ketmang. Belgilangan muddatda javob kelmasa, qayta so'rov bering. Javobda rad etish bo'lsa, sababini diqqat bilan o'qing. Hujjat yetarli emas deyilganmi? Demak, yana hujjat topish kerak. Bunday to'lov qonunda nazarda tutilmagan deyilganmi? Demak, yuqori tashkilotdan izoh olish yoki mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Ma'lumotlar tasdiqlanmadi deyilganmi? Demak, arxiv yoki sud tartibi ko'rib chiqilishi mumkin. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki huquqiy yordamga murojaat qiling. Men odamlarga darrov janjal qilishni emas, hujjat bilan gapirishni maslahat beraman. Sizning qo'lingizda ariza, javob, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi bo'lsa, masala ancha jiddiy ko'riladi. Zarurat bo'lsa, yuristga, advokatga yoki bepul huquqiy maslahat xizmatlariga murojaat qiling. Yana bitta amaliy maslahat, keksalarning hujjatlarini farzandlari tekshirib qo'ysin. Ko'p ota-onalar bolamni bezovta qilmay deb yuradi. Lekin bu yerda gap ularning qonuniy haqqi haqida ketmoqda. Farzand sifatida bir kun vaqt ajratib, ota-onangizning mehnat daftarchasini, pensiya hujjatlarini,
arxiv ma'lumotlarini ko'rib chiqsangiz, ehtimol ularga har oy qo'shimcha pul olib berishga yordam berasiz. Bu nafaqat moddiy yordam, balki hurmat.